Bana bir Turkiyaga borganda Ahmet degan og'aynim kutib oldi. Nodir abi dedi. Ha, abi desam, yo'lda ketyapmiz, direktor radarlarni sizlarda radar varmı dedi. Ular bormini varmı der ekan. Radar varmı dedi. İshoninglar ichimdan nimadir var etganday bo'ldi. Taysonni udarini qabul qilganday bo'ldim. Tur Nadir abi, dur, sizlarda radar varmı dedi. İstanbul'da qancha aholi var dedim. 30 milyon dedi. Bizda ana shuncha radar var dedim. Aholi jonboshiga bittadan qo'yilgan. Desam, asli 38 milyon ku dedi. 8 milyoni chaqaloq yurishni boshlasan ularga ham qo'yib beramiz dedim. Abi anlamadım, düşünmedim dedi. Karochi dedim, bütün dünyadaki radarlarni yig'ib bizni yo'llarimiz ustidan stachi borgan. Ana o radarlar stalbalarga ilinib qolgan. Yerga tushganlar Nexus 3 Kobulda urib olib ketgan dedim.